Qoravoy, yaxshi bo'lsang oshingni yeysan, yomon bo'lsang qazili osh yeysan. Kivi. Ustoz, bu kayfiyatingiz zo'r, soqqa qilamizmi deyman? Aqali. Yana soqqa. Chala ustalar ishlayapsizlarmi? Buncha kimdir to'ymi? Mashinaning kalotkasini tez almashtirib qo'yinglar, 1 soatda kelaman. Pulini kim beradi? Voy, o'zi eng ko'p ishlagan pulingiz $100 bo'lsa kerak. Xavotir olmang, og'zingizga siqqan pulni beraman. Ustoz, buncha kibr to'yu, kalotkasiga salidon surib qo'yma, bir davini yedi. Peshasi bir kazul bolaga o'xshaydi. Uni haqqima boshqa yo'lni qilamiz. Sen kalotkani almashtirib. Xo'p, ustoz. Kalotkasini almashtirib qo'ying, buni qanaqa jazolaymiz? Moshina zavat qil. Nega ustoz? Moshina zavat bo'lgandan keyin minus kelimasiga men plasmasani tiqib qotirib qo'yamiz. Ha, u ahmoq zavat qilib uyga ketadimi? Ha, o'chiradimi? Keyin yana zavat qilaman desa, massa yo'q zavat bo'lmaydi. Ha, u kazuli aqliga yetmaydi u narsadan bo'lgan. Hamon sochib tashlaydi. Ha, keyin ustolar qadriga yetadi. Men zavat qilaman. Tayyor bo'ldimi aqali? Ha, siz kizmaysizmi o'g'lim? Mana bitta 150 ming so'm, kechroq 50 ming tashib ketaman. Kechasi kelolmasang kerak-ku. O'zi nimasida qilayotgan ekan? Ha, mashinasi granatasi ketib qopti-ku. Borib granat olib keling. Nima? Granata. Topa olirmikanman o'zi. Bugunoq boksni bo'shatib qo'ylaring. Ey, nima deganingiz bu? Qarasa keyin klient o'rgatdik o'zi. Jiyanim aka, salladan 2 barobar ko'p beradi. Zatirchi nima bo'ladi? Menga qiziqma, surilaring, sur. Ho'kiz. Ustoz, shunda joyimizni tashlab ketaveramizmi? Alamimizni olmaymizmi? Bo'lamiz qani. Topib keldim granatani. Buni haqiqiy granatami bu? 10 so'm bo'lmadi topish. Nima qilay buni? U mana odamni ko'ryapsizmi? Mo'ylovliymi? Ha, o'sha mo'ylovli. Ha, borasiz, hozir granatani iligidan tortib, qo'liga berib qo'yasiz. Faqat o'zingiz tez chiqib keting. O'shanda mashinam tuzaladimi? Ha, bittada tuzaladi, bora qoling. Ustoz, lekin dushmanimizdan zo'r alam oldingiz-da. Ey shogird, bir gapni unutmagin. Bizni do'stimiz bo'lmaydi. Ha, dushmanimiz yashamaydi.